Mana format 29V-ligimizni Sergelida akamizga dastavka olib keldi. Ertalab zakaz qilgan edi. Lazimisi ko'payib ketdi, kech payt yetkazib olib keldi. Buni xususiyatlariga keladigan bo'lsa, polni hamma yog'i alyumin bo'ladi. Jitkis tormozligi, mana Shimano jitkis. Xo'p, buni orqa chaqi 8 talik bo'ladi. Manetkis tormoz Shimano, mana Shimano jitkis. Vilkalarni ham amalchatini mana o'chirib yoqsiri bo'ladi. Amalchatlari alyumin, vilkalari kat, mana vilka, diskalari pistonli. Taktushkalar rezinoviy bo'ladi. Oldi vtulkalar quyma, mashina pachimni eksentrik o'q qo'lda yechiladi. O'rta chaqlari bittalik bo'ladi. Alyumin pedal, alyumin chaq. Orqa supertlari mana Shimano Altus. Vtulkalar quyma deb aytib o'tdik. Qanotlari mana elastichniy. Komplektida oldi orqa elastichniy qanot, qulfi, subachoka, telefon podstavkasi, nasosi bo'ladi. Bemalol 130 kilogacha vez ko'taradi. Zakazinglar bo'lsa beringlar. O'zbekiston velosiped xizmatlari mavjud. Oka, qanaqa velosiped yoqdimi o'zingizga? Zo'r velo, oka, gapni tavsiya qilaman. Rahmat sizlarga katta aka. Rahmat oka. Mana sizlar ham zakaz beringlar, chutki yetkazib beramiz.